Dasturimiz davom etadi. Tibbiyot sohasidagi xalqaro hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'zbekiston Milliy kutubxonasida University of Business and Science tashabbusi bilan Malayziyaning yetakchi oliygohlari hamkorligida xalqaro konferensiya tashkil etildi. Anjuman ishtirokchilari zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb masalalarini muhokama qilib, ilmiy sohadagi dunyo tajribasini tahlil etishdi. Muloqotlar davomida kelgusidagi qo'shma loyihalar, istiqbolli rejalar belgilab olindi. Hozir shu haqda. Zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumanda Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyaning yetakchi mutaxassislari, mahalliy olimlar, sog'liqni saqlash xodimlari va oliy ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etmoqda. Anjuman davomida tibbiyotning bir nechta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha ilmiy ma'ruzalar tinglandi. Xususan, jamoat salomatligini mustahkamlashda profilaktik tibbiyotning roli, tibbiy ta'limda simulятsion mashg'ulotlarning ahamiyati hamda kam invaziv jarrohlik va alloplastikadagi yangi yondashuvlar diqqat markazida bo'ldi. Shuningdek, mutaxassislar farmatsevtika va tibbiyotda sirtfol moddalarni qo'llash istiqbollarini muhokama qildilar. Bugungi kundagi eng muhim masala, ya'ni inson salomatligi va uni asrash. Zarur bo'lsa, inson salomatligiga oid bo'lgan kasalliklarni barvaqt aniqlash va uni davolashning zamonaviy usullarini muhokama qilish. Konferensiyamiz bevosita offlayn hamda onlayn shaklda tashkil etilgan. Bu ushbu konferensiyada muhokama qilinayotgan, berilayotgan taklif, g'oyalarni auditoriyasini yanada kengaytiradi va bugungi konferensiyada bildirilayotgan fikrlarni, ilmiy loyihalarni, takliflarni ko'proq talabalarimizga, ilmiy tadqiqotchilarimizga, magistrlarimizga, doktorantlarimizga, shu bilan birga xorijdagi hamkorlarimizni xuddi shunday kontingentiga yetib borishiga, ularni bugungi kundagi ilmiy yangiliklar, tibbiyot sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar va e'tibor qaratilayotgan jihatlarni yanada anglashiga, tushunib yetishiga va xabardor bo'lishiga sababchi bo'ladi. Konferensiya doirasida nevrologik kasalliklarni davolashning zamonaviy usullari, depressiya va onkologik kasalliklarni tashxislashdagi ilg'or yondashuvlar ham ko'rib chiqildi. Xalqaro ekspertlar tibbiy ta'lim va amaliyotga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Tadbir yakunida istiqboldagi ilmiy hamkorlik va sohani rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi belgilab olindi. Ushbu tadbir O'zbekistonning yuqori malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlash va sohani modernizatsiya qilishga qaratilayotgan yuksak e'tiborning yana bir tasdig'idir. Bu kabi muloqot platformalari talabalar uchun o'z yo'nalishlarida chuqur bilim va tajriba orttirishga xizmat qiladi. Biz UBS universiteti bilan yaqin hamkorlik qilmoqdamiz. Ishonchim komilki, bu sheriklik universitetdagi tibbiy ta'limni yangi bosqichga olib chiqadi va pirovardida butun O'zbekiston xalqi uchun sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini yaratadi. Xalqaro ilmiy anjumandan olgan bilim malaka ko'nikmalarimizni tibbiyot sohasidagi tibbiyot mutaxassislarini mukammal, har tomonlama raqobatbardosh, juda yetuk kadr qilib tayyorlashda foydalanish. Anjumanimizda Amerika, Rossiyadan hamkorlarimiz qatnashmoqda. Biz ular bilan doimiy ravishda hamkorlik qilamiz. Ular bizga doimiy ravishda amaliyotda qo'llaniladigan stimulятsion jihozlar bilan ta'minlab beradi va ularni biz doimiy ravishda amaliy mashg'ulotlarda qo'llaymiz va bizlarda kelajakda yetuk mutaxassislar, mukammal mutaxassis tayyorlanishda jihozlardan foydalanamiz. Xulosa qilib aytganda, mazkur anjuman tibbiyot sohasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilish bilan birga ularning amaliy yechimlarini ishlab chiqish va xalqaro tajribalarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zokir Mo'minov, Avazbek Sa'dullayev bugun dastur uchun.